Uzun marketda sotish uchun olgan mahsulotlarimni qadoqlash jarayonini ko'rsatib o'taman. Video davomida uzun marketga qanday qilib kirganim va necha so'm bilan boshlaganim haqida aytib beraman. Mahsulot qadoqlash uchun shtrix kodlar va paketlar kerak bo'ladi. Shtrix kodni har bir sotuvchi o'zi yaratadi va printerdan chiqarib oladi. Shtrix kodda har bir tovarning nomi, xususiyatlari yozilgan bo'ladi. Shunga qarab mahsulotni topib yopishtirib chiqamiz. Kattaroq tovarlarga ikkitadan, kichkina narsalarga esa bittadan yopishtirib olamiz. Shtrix kodlarni ikkitadan yopishtirishning sababi tovar mabodo vazrat bo'lganda yo'qolib qolmasligi uchun. Klient tovar ustidagi paketni tashlab yuborib, mahsulotni o'zini ham yuborishi mumkin. Bunday holda kiyimdagi shtrix kod yordamida kimning tovar ekanligi aniqlab olinadi va qayta sotuvga chiqariladi. Mabodo kiyimda shtrix kod tushib qolsa yoki umuman yopishtirilmagan bo'lsa, bunday hollarda tovar yo'qolib qolishi ham mumkin. Buni oldini olish uchun esa albatta ikkitadan shtrix kod yopishtirishimiz kerak. Shtrix kod yopishtirib bo'lib, korobkalarni va paketlarni skotchlab chiqamiz. Ochilib tushib qolmasligi uchun mahsulotlar jo'natishga tayyor. Hammasini katta korobkaga solib, yuk xatti va logistika qog'ozi bilan birga uzum punktiga topshiraman. Hammani qiziqtirgan savol: uzumda savdoni necha so'm bilan boshlasa bo'ladi? Javob hammada har xil. Kimdir 500 ming bilan, kimdir 1 million bilan boshlagan. Men esa 1,5 million bilan boshlaganman va 1,5 oyda 100 ga yaqin sotuvlarni amalga oshirib, 3 million pul yechganman. Kam pul bilan kirsa sekin foydaga chiqadi, ko'p pul bilan boshlaganlar esa aksincha tezroq foydaga ko'tariladi. Nima uchun hozirda uzumda savdo qilishni xohlaganlar ko'p? Chunki kam mablag' bilan ham savdoga kirsa bo'ladi. Uzumni eng katta plyus tomoni ham shunda. Siz ham uzum marketda faoliyatingizni boshlamoqchimisiz? Hozir ham kech emas. Sellerlardan bilimlarni egallab, tezroq siz ham uzumda sotuvchiga aylaning.